Nazira Xo'janazarova men uchun eng bilimli va benazir o'qituvchilardan biri. Nazira Xo'janazarova biz talabalikka qabul qilinganimizdan boshlab koreys tilini noldan o'rgatib, 7 oy ichida topik 2 darajani qo'lga kiritishimizga o'z ko'maklarini berganlar va ikkinchi kursligimizdan boshlab ustozimizning cheksiz mehnatlari sababli Koreyadagi mashhur Yongnam universitetidagi professorlardan ham dars olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Siz Nazira Xo'janazarovaga o'xshagan ustoz bo'lishni xohlarmidingiz? Ha, albatta, nafaqat men, balki butun talabalarning orzusidir. Ustoz, sizni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan butun koreys til guruh nomidan chin qalbimizdan tabriklayman. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Dildora Umarova bizning eng mehribon va eng sevimli ustozlarimizdan. Dildora Umarova faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki bizga hayot yo'llarini ko'rsatuvchi haqiqiy yo'lboshchi. Ustozimizning yuksak mahoratlari, cheksiz fidoyiliklari biz uchun haqiqiy namunadir. Ularning har bir so'zlari va har bir harakatlari barchamiz uchun haqiqiy ilhom manbai. Siz Dildora Umarovaga o'xshagan o'qituvchi bo'lishni xohlarmidingiz? Ha, albatta, nafaqat men, balki barcha talabalar Dildora Umarovadek o'qituvchi bo'lishni juda ham orzu qilamiz. Ustoz, biz sizni chin qalbimizdan kirib kelayotgan Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklaymiz. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Umida Yusupova, ular nur taratuvchi chiroq, bilim va ma'rifat bilan qalblarni yorituvchi inson. Ular faqatgina dars beruvchi o'qituvchi emas, balki bizlarga hayot yo'lini ko'rsatuvchi yo'lboshchi hamdir. Ustoz mehribon, sabrli, fidoyi va rahmdildir. Har birimizning yutug'imizdan quvonadi, har doim bizga dalda bo'ladilar. Siz Umida Yusupovaga o'xshagan o'qituvchi bo'lishni xohlarmidingiz? Ha, albatta. Men, balki butun guruhimiz Umida Yusupova kabi o'z kasbimizning yutuq mutaxassis bo'lishni xohlaymiz. Umida Yusupova, sizni kelayotgan 8-mart Xotin-qizlar bayrami bilan guruhimiz nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Albina Tajibayeva is a teacher who organizes her every single lessons with such an unimaginable enthusiasm and energy. Her teaching methods are so unique that we hadn't been bored for a single brief moment so far. In addition to being fun to learn from her, she's really knowledgeable too. Do you want to be a teacher like Albina Tajibayeva? Of course, I'd love to. I wish I could be as inspiring and motivative teacher as her. And right now, I really want to congratulate her with the National Mother's Day. Гафарова Лола Салимбековна. Лично я ее считаю лидером, образованным, интеллигентным и добрым преподавателем. Она не только передает нам знания, но и учит нас быть лучшими людьми. Притом она считается моим научным руководителем. Я хочу поблагодарить ее, что она создает мне такую атмосферу, которую мне хочется учиться, развиваться, самосовершенствовать. С одним словом можно сказать, в будущем я хочу стать таким примером, как она. Поздравляю вас с 8 марта. Umida Abdurasulova men uchun institutimizdagi eng yaxshi, eng xushmuomala va eng bilimli benazir ustozlardan biri hisoblanadilar. U kishining bizga beradigan fan darsliklaridan tashqari hayotiy tajribalaridan kelib chiqib beradigan maslahatlari bizning hayotimizda muhim o'rin egallaydi. Ustozim institutimizdagi eng xushmuomala, mehribon o'qituvchilardan biridir. Siz kelajakda Umida Abdurasulovaga o'xshagan o'qituvchi bo'lishni xohlarmidingiz? Albatta, menimcha Umida Abdurasulovaning har bir shogirdi u kishiga o'xshashni juda ham orzu qilishadi, niyat qilishadi. Albatta men ham ustozimga o'xshashga harakat qilaman. Hurmatli Umida Abdurasulova, sizni kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. O'ylagan orzularingizga, niyatlaringizga erishishingizni tilakdoshman. Butun guruhimiz nomidan sizni qutlab qolamiz. Firdavs Abdullayeva mehr va sabr ramzi. U nafaqat bilim, bizga hayot saboqlarini ham o'rgatadi. Uning ovozi bilimga tashnalarga mehr ulashadi. Mehribon nigohi esa har bir shogird qalbiga mehr va sadoqat bag'ishlaydi. Siz Firdavs Abdullayevaga o'xshagan o'qituvchi bo'lishni xohlarmidingiz? Ha, nafaqat men, balki butun guruhimiz bilan buni orzu qilamiz. Ustoz, sizni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman. Ustoz, biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz.